Shtatniy pultdan zavodyachiy ko'p reklama qilishyapti. Buni minus pluslarini ko'rib chiqamiz. Srazu pluslarini aytib o'taman. Bir dona plusi bor. Bu narxi arzonligi. Endi minuslariga o'tamiz. Bu proshivka orqali qilinmaydi. Mana 6 ta simdan iborat plata qo'yiladi. Mashina yopuvligida 3 marta yopishib bosganingizda avaykani yonib o'chganini ko'rib, mashinaga zavod qilishga komanda beradi. Eng katta minusi bu mashinaning ichiga mana bunaqa kaltni bekitib yuborish kerak zavod bo'lish uchun. Bardachogami yoki naryogami bekitsa bo'ladi va mashina zavod bo'ladi. Yana bitta minusi bu masofasi. Ushlaydigan masofasi 40-50 metrgacha ochiq joyda va ko'p joydan zavod qila olmaysizlar. Va eng katta minuslardan bittasi mashinanglar mana shunaqa ochiq bo'lsa, любой odam o'tirib start stopdan haydab keta oladi. Mashina yopiq bo'lsa, oynasini sindirib bo'lsa ham ichiga o'tirib haydab ketsa bo'ladi. Endi signalizatsiya minuslariga o'tamiz. Eng katta minusi bu qimmat narx. Pluslariga o'tadigan bo'lsa, oyna lyuk yopilsin desangiz, bitta kaltni ichida bekitib yuborish kerak bo'ladi. Va ichida kalt bo'lgani bilan egasi kalitsiz yoki telefonsiz mashina ichiga o'tirsa, start stop ishlamaydigan bo'ladi. Agarda oyna lyuk yopishini yopadigan knopka bilan yopaman deydigan bo'lsangiz, ikkala kalt o'zida qoladi va masofadan zavod qilganda signalizatsiya kalt borligini imitatsiya o'zi qilib beradi. Ilovadan signalizatsiya boshqariladi. Dunyoning istalgan nuqtasidan mashina ochib, yopib, zavod qilib holatini ko'rsa bo'ladi. Klimat kontrolinglar o'chiq bo'lsa, uni ilovadan yoqsa bo'ladi va kerakli temperaturani nastroyka qilsa bo'ladi. Undan tashqari 4 tali sideniya podogrefi ham qish kunida yoqsa bo'ladi. Va bizda signalizatsiya o'rnatilgandan keyin ishimizning sifatiga 5 yil kafolat beramiz hamda signalizatsiyaning o'ziga ham 5 yil kafolat beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.